Xabar berib borayotganimizdek, yurtimizda bahoriy bayramlar davom etmoqda. Millatlar aro totuvlik, bag'rikenglik, yaxshi qo'shnichilik an'analarini o'zida mujassam etgan festivallar, sayillar xalqimiz kayfiyatiga yanada ko'tarinkilik bag'ishlamoqda. Joylarda o'tkazilayotgan bayram tadbirlaridan muxbirlarimiz xabar berishadi. Ko'k uzra laylak parvozi. Bu tinchlik, osoyishtalik ramzi. Bu yurtda esa har bahor shu bo'lar takror. Bugun ko'p millatli kosonsoyliklar ham ana shu tinchlikdan, shu yurtdagi mehrdan baxt topib, qadr topib yashayotgan xalq. Tumanda 231 ming nafar aholi bo'lib, asosan tojik, shuningdek o'zbek, qirg'iz, qozoq millatiga mansub fuqarolar ahillikda yashab kelishmoqda. Prezidentimiz tomonidan keyingi yillarda xalqlar do'stligi, millatlar aro totuvlik, o'zaro bag'rikenglik borasida olib borilayotgan davlat siyosati ko'p millatli Kosonsoy tumani uchun ham ulkan ahamiyat kasb etdi. Do'stlik va hamjihatlik ulug'langan yurt ezgu g'oyasi asosida o'tkazilayotgan do'stlik tantanalari tumanning Obod mahallasida ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Bu manzilda bugun 6100 dan ortiq 7 millat vakillari o'zaro hamjihatlik, hurmat va birdamlik ruhida yashab kelmoqdalar. Ta'kidlash joiz, prezidentimiz tomonidan avvalo qo'shni davlatlar, qardosh xalqlar bilan do'stlik, hamkorlik, totuvlik rishtalarini mustahkamlash maqsadida chegara muammolariga barham berilganligi xususan obodliklar uchun ham muhim yangilik bo'ldi. Tuman Qirg'iziston bilan bir devor qo'shni. Bugunga kelib Kosonsoyliklarning qirg'iz xalqi bilan azaliy bordi keldi. Qavm qarindoshlik rishtalari tiklanib, yanada mustahkamlanmoqda. Mana shu o'tkazilayotgan tadbirlar butun O'zbekistonimizni har go'shasida. Qolaversa, mana bugun bizni Kosonsoy tumanida barcha mahallada bo'lib o'tmoqda. Chegara hududimiz Qirg'iziston Respublikasi bilan prezidentimiz shunaqa bizga erkinlik berdilarki, bizni bordi keldimiz, xudo andachiligimiz yanada rivojlandi, demak, yo'llar ochildi. Hattoki bizdan o'shgacha avtobuslar qatnayapti. Bu ham xalqimizga bo'lgan yengillik. Bizni Kosonsoyimiz albatta ko'p millatli xalq. Mana bizni Kosonsoy tumani markazi tojik millatiga mansub. Bizni chekka hududlarimiz o'zbek millatiga mansub. Bizni qirg'iz mahallarimiz, tojik mahallalar bor. Ahil yashashadi. O'zbek, tojik, qirg'iz millatlari bir-birlari bilan ahil-inoq, bir-birlarini tabriklab, hayit ayyomlar bilan tabriklab, ko'tarinkilikda juda ham chiroyli tadbirlarimiz o'tyapti. Albatta har birlarining ko'zlaridan mehr, do'stlik, totuvlik, tinchlikni ko'rib turibmiz. Juda ham chiroyli yurtimiz obod bo'lyapti. Mana shunday chiroyli, go'zal yurtda yashaganimdan mamnunman. Mamlakatimizda olib borilayotgan bu kabi xayrli ishlar shu yurtda yashayotgan 130 dan ortiq millat va elat vakillarining totuvligini ta'minlash barobarida kuchli va adolatli fuqarolik jamiyati va demokratik huquqiy davlatni shakllantirish g'oyasi atrofida so'zsiz birlashishga chorlaydi.